uzun marketga keldik. Eron Persel gel. Bittasi original, bittasi paddelga. Qanaqa qilib ajratsa bo'ladi? Ko'p boshinglarni qotirmayman, 3-4 ta farqini ko'rsataman xolos. Bundan oldingi videoda uzun marketdan zakaz qilganda esinglarda bo'lsa, mana shu Eron gelini ajratib berishimizni so'rashgandi. Mana bu bizda bor do'konda, bu uzun marketdan kelgan varianti. Orqasida o'zimning ism familiyam Hamidullayev Javohir. Shuni ochib, hozir farqini ko'rib chiqamiz. Mana qaranglar, men sizlarni har doim ogohlantirib kelaman, bilasizlarmi? Ko'pchiliklar e'tibor bermaysizlar, bo'lmagan gap deb o'ylaysizlar, lekin bu haqiqiy original idish. Shunchaki ichi prostoy mana, ichi oddiy gel qo'yilgan. Mana bakalashkalik 5 litrlik, 10 litrlik bakalashkalik gel bo'ladi, prostoy arzoncha, bilasizlarmi? Mana shu gelni buni original idishi bo'shagan, kimdir musirkaga tashagan, o'sha musirkadan yig'ib chiqib, shuning ichiga oddiy gel qo'ygan. Faqat ichi boshqa, ustidan umuman ajratib bo'lmaydi. Bunaqa luks kopiya paddelkani faqat yaxshilab e'tibor berib ajratsagina bo'ladi. Mana e'tibor beringlar, bu originali, zavodskiy bir xil standart qo'yilgan, paddelgasi ozroq ko'proq qo'yilgan, qo'lda qo'yilgan bilinadi. Ozroq mablag'larga sizib ham chiqqan, teskari bo'lib qolganiga, originali hech qachon idishidan sizib chiqmaydi mana. Teskari qilsanglar ham sizib chiqmaydi. Bu bo'lsa, sizib chiqqan mana skotchlab qo'yishgan. O'zi buni kirishkasi menimcha yetgan adashmasam, bu o'zini kirishkasi emas. Bez kirishga topib olishgan, kirishga boshqa yasattirishgan yoki boshqa qo'yishgan. Xullas o'zini kirishkasi emas, yaxshi tushmagan, e'tibor bersanglar. Rangi ham boshqacha bo'lib turibdi, ko'rinishi ham boshqacha. Xullas musirkadan bez kirishga topib olgan, shuning uchun mana shunaqa kirishga qo'yilgan. Ikkinchi yaxshilab e'tibor bergan jihatimiz, etiketkasiga qaraysizlar, mana originali yangi turibdi. Paddelgasi bo'lsa, mana qirilib, chizilgan. Sababi bu bir marta ishlagan idish, shuning uchun shunaqa holatga kelib qoladi. Originali mana unaqa holatda emas. Yaxshilab e'tibor beringlar, mana chizilgan, qirilgan, ko'rdinglarmi? Uchinchi farqi, originalda siroki bor, paddelgasida ham siroki bo'lgan, lekin bir marta ishlagan idish bo'lganligi uchun uchib ketgan, suv tiyib, boshqa bo'lib. Idishini yasash oson, u musirkadan ter yuriydimi, tayyor zavodlar bor ishlab chiqaradigan deydiganlar bo'ladi. To'g'ri, unaqasi ham bo'ladi, lekin bu original idish, e'tibor bersanglar bir xil, ammo bu yasalgan idish o'xshatib. O'xshatolmagan e'tibor bersanglar farq qilib qoladi. Agar bu ham yasalgan idish bo'lganda farq qilardi ikkalasi ko'rinishi, lekin bir xil, faqat ichi boshqa. Buni bo'lsa mana ko'rinishi o'xshatolmagan, rangi boshqa, misol uchun ayiqchasi o'xshamagan, mana shu yasalgan idish bu. Bu original idish. Juda ham muhim eslatma, shunaqa luks kopiya paddelga ko'payib ketishini istamasanglar, idishlaringiz bo'shagandan keyin musirga tashlashdan oldin ikkiga bo'lib, kesib, keyin musirga tashlaylar. Shunda shunaqa paddelga ko'payib ketmaydi. Bilaman, paddelchilar meni rosa ham yomon ko'rasizlar, men ham sizlarni yomon ko'raman. Hisob teng, 1-1. Sizlarni xalq ham yomon ko'radi. Hisob 2-1. Sizlar oldindasizlar. Bu paddelga chiqqaniga uzun marketda aybi yo'q. Uzun market ham xuddi oddiy bozorga o'xshash bozor. Oddiy bozorda ham paddelka ham bor, original ham bor. Uzun market onlayn bozor, unda ham paddelka ham original ham bo'ladi. Bunda uzumni aybi yo'q. Shunchaki insofsiz, insofini yeb qo'ygan sotuvchilar aybdor. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishlarga yuborib, ogohlantirib qo'yish esdan chiqmasin. Paddelkadan ehtiyot bo'lishsin. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.